Aorta koronar shuntlashdan keyingi hayot. Sizga aorta koronar shunlash amaliyoti bajarildi. Bu amaliyotdan keyin qisqa больницада, klinikada 5 kun, 7 kun, 8 kungacha qisqa reabilitatsiya davri bo'ladi. Mana bulardan keyin amaliyotdan keyin bevosita davrda odatda kichik kesishdan qiladigan bo'lsak bu amaliyotni 5 kundan keyin katta kesishdan qilinadigan bo'lsa bu 7-8 kundan keyin bemorlar uyga ketishga tayyor. Uyga ketgandan keyin taxminan bir necha oygacha, ya'ni bu 3-4 haftadan 3-4 oygacha reabilitatsiya davri bo'ladi. Kichik kesishlardan keyin bu davr juda qisqa, o'rtacha bir 3-4 hafta. Katta kesishlardan keyin sternotomiya deymiz, ya'ni to'sh suyagini kesib tushib orqali amaliyot bajarilsa, bu davr 3-4 oygacha cho'zilishi mumkin. Bu davrda eng asosiysi bir necha marta sizni amaliyot qilgan klinikada kontrolni osmotr deymiz, ya'ni check-up deymiz, kelib tekshirib turiladi. Bu tekshirishlarning mazmuni ana shu operatsiyadan ketayotgan reabilitatsiya davri qancha yaxshi ketyapti, o'zgarishlar bormi, yaxshi tarafga, yomon tarafga o'zgarish bormi? Agar bor bo'ladigan bo'lsa, uni vaqtida oldini olish, asoratlarni oldini olish kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun odatda 1 oydan keyin, amaliyotdan keyin 1 oydan keyin, 3 oydan keyin, 6 oydan keyin bemorlar klinikaga kelishadi. Reabilitatsiya davrini qanaqa yaxshi ketayotganligini nazorat qilib turamiz. Operatsiyani qilingan turiga qarab, ya'ni katta kesishdan keyingi amaliyotlarda odatda 2 oygacha to'sh suyakni bitishi uchun korset taqilish rekomendatsiya beramiz. Fizik nagruzkalarni sal kamaytiriladi. Bu odatda 3-5 kilodan ortiq og'irlik ko'tarish mumkin emas. 3-oy kontrolga kelib hammasi yaxshi bo'lganda bemorga ishga qaytishga va normal hayotga qaytishga ruxsat beriladi. Agar sizda koronar shunlash amaliyoti bajarilgan bo'lsa va unda amaliyotdan keyingi davrda, ya'ni qanday muammolaringiz bo'lsa, bizning mutaxassislarimiz sizga har doim yordam berishga tayyor.